Bizda navbatdagi 8-savolimiz. Demak, A to'plamning elementlari 1, 3, 5, 7, 9. B to'plamning elementlari 2, 3, 5, 7, 11, 13. C to'plamning elementlari 3, 4, 5, 6, 7, 8. To'plamlar uchun umumiy bo'lgan elementlar soni nechta? Bu yerda qarang. Mana bu ifodalar ichida mana 1, 3, 5, 7, keyingisi 9, keyingisi 2, 3, 5, 7, 11, 13. Keyingi ifodamiz 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana bu yuqoridagilarni yozib oldim. Bu yerda qarang. 3, 5 bunda ham bormi? Qarang. 3, 5, 7 mana bu yerda bor, to'g'rimi? Ikkinchi ifodada ham bormi? 3, 5, 7 bor. Keyingisida qarang. Mana 3 bor, keyingisida mana 5 bor, 7 ham bormi? Ya'ni hammasida qatnashsa bu nima bo'ladi? Ya'ni bu umumiy bo'ladi. Ya'ni umumiy elementlari bu yerda hozir demak 3 ta ekan. Ya'ni qaysilar deyilsa, bularni yozib qo'yishimiz mumkin. 3, 5, 7. Demak 3 ta. Agar sizda savolda qism to'plamini toping deyilsa, sizga savol berilishi mumkin qo'shimcha. Ya'ni agar qism to'plamini toping deb savol berilsa sizga, u qanday bo'ladi? Buni formulasi quyidagicha. Ya'ni formulasi sizga berilgan bo'lsin, mana bu yerda bir nechta ixtiyoriy to'plamlari, buni nechtaligini bilmayman. Mana n ta. Bu nima degani? Mana bular, ya'ni siz bilmaysiz nechtaligini. N ta bo'ladigan bo'lsa, bu quyidagicha demak hisoblanar ekan. 2 darajasi n holatida topiladi.